Bir ovchi chumchuqqa tuzoq qo'ydi. Bir chumchuqni tutdi. Ovlangan chumchuq tilga kirib dediki: "Ey ovchi, sen shu vaqtgacha qo'ylar, sigirlar yeding, ular bilan to'ymading. Endi mening arzimas go'shtimga to'yasanmi? Meni qo'yib yubor. Evaziga senga foydali 3ta o'git aytaman. Bu o'gitlardan birini qo'lingda, qolganini esa daraxtda suylayman." Ovchi yaxshi dedi. Chumchuq ilk maslahatni berdi. Bo'lmaydigan narsaga kim suylasa suylasin, ishonma. Ovchi ikkinchi o'gitni eshitish uchun chumchuqni qo'yivordi. Chumchuq tomga qo'ndi, ikkinchi o'gitni aytdi. O'tgan ketgan narsalar uchun g'am yema. Fursatni boy bersang xafa bo'lma. Ayni paytdagi vaqtning bahosini bil. Pushaymonlik bilan vaqt o'tkazma. So'ngra qo'shimcha qildi: "Ey ovchi, mening qornimda 10 dirhamga teng bebaho inju bor edi. Senga ham, sendan keyingilarga ham yetardi. Afsus, qismating ekan qo'ldan qochirding. Bu injuning dunyoda boshqa bir tengi bo'lmas." Ovchi: "Oh, nima qilib qo'ydim? Nima uchun qo'yib yubordim-a?" deya qayg'urib yig'lay boshladi. Shu payt chumchuq: "Ey, nimaga baqirib yig'layapsan? Men senga o'tgan ketgan narsalar uchun g'am yema, fursatni yo'qotsang xafa bo'lma deb o'git bermadimmi? So'ngra senga yana aytmadimmi? Bo'lmagan narsaga kim suylasa suylasin, ishonma deya. Qanaqa anqov odamsan? Men o'zim 3 dirham chiqmayman. Qanday qilib qornimda 10 dirhamlik inju bo'ladi?" Ovchining hushi joyiga keldi. Ziyrak qushga qarab dedi: "Yaxshi, shu 3-chi go'zal o'giting nima? Uni ham suyla, ayt." Chumchuq devordan o'tib daraxtga qo'ndi, masxarali bir ohangda: "Ey baraka topgur, 2 o'gitimga amal qilmading, 3-chini nima qilasan? Qo'yaver, vaqtimni olma" deya uchib ketdi. Ovchi qotib qoldi.